har bitta tashkilotda ma'naviyat xonasi bor. Men aytaman-da, ma'naviyat xonasi bor. Nega madaniyat xonasi yo'q deyman-da. Savol sizga. Deyman o'sha tashkilot rahbariga. Chunki ma'naviyat insonni inson qiladigan, uni fazilatlarini ko'rsatib beradigan bir tuyg'u. Biz uni ushlab qola olmaymiz, qo'limiz bilan ushlab olmaymiz. Albatta. So'z bilan ta'riflab berishimizga so'zimiz kamlik qiladi. Uni faqatgina biz nima qilamiz? Ko'rsatib bera olamiz. Shunday. Umuman jamiyatda ma'naviyatli insonlar qanchalik ko'p bo'lsa, u shunchalik yuksaladi. U shunchalik yuksalib, o'zini yana ham kengroq namoyon qila boshlaydi. Mana bugun endi yaxshi bir e'tibor qaratilyapti deb o'ylayman. Yana ham bir yuqori o'zanga chiqdi-da, o'sha maishiy darajadan yana ham yuqori bir darajaga chiqyapti o'sha ma'naviyat bilan shug'ullanadigan tashkilotlarimiz ham va boshqa tizimlarda ham insonni deylik bilimi yaxshi bo'lishi mumkin yoki deylik bir olim odam bo'lishi mumkin-da, lekin qaysidir ma'noda adolat mezonlariga amal qilmasligi mumkin. Bu insonni ham biz ma'naviyatli deb ayta olmaymiz-da. Yoki yaxshi bir o'zini sohasida zo'r mutaxassis bo'lishi mumkin-u, lekin ko'cha-kuyda o'zini tutishi hamin qadar bo'lishi mumkin. Shu ma'noda ma'naviyat tushunchasi juda yuqori pog'onada deb o'ylayman-da. Yoki deylik, ayniqsa favqulodda holatlarda insonni o'sha ma'naviy dunyoqarashi yana ham keng namoyon bo'ladi. Biz har kuni bir sipo, chiroyli bir kiyimlarda yurishimiz mumkin, chiroyli gapirishimiz mumkin, lekin jahl kelganda u o'zini qanaqa tutadi? Shunaqa insonlar bor, jahl bilan juda ko'p ichidagi o'sha negativlarini u inson haqida man ma'naviyatli deb ayta olmayman baribir ham.